Aka, bu makkamiz gektariga 20-22 tonna hosil beradi. Har bitta makkada 4 ta 5 tadan hosil bo'ladi. Sodiqjon, siz ham sotishni o'ylaysizmi deyman. Undan ko'ra shu G'ulomjon akamdan qisqacha bir o'zidan tushuncha olaylik. Bo'ldi aka, bo'lmasa mana G'ulomjon akam o'zi ham kelib qoldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, tushuncha bering o'zi. Sodiqjon shogird ukamiz. Bu 20-22 tonna degani rostdan haligi havoyi gap. Muxlislarimiz, xaridorlarimiz unaqa o'ylashmasin. Bu makka jo'xori o'zi o'rtachasi Alisher gektariga 10 tonnadan 15 tonnagacha beradi. Gektariga don yo'nalishida 70-75 ming dona ekiladi. Bizda har xili bor. Xaridorlar donni makka jo'xorisini ajratib olish kerak, silos uchun ajratib olish kerak. Bizning do'konimizga kelishadigan bo'lsa, don uchun makka jo'xorilarimiz alohida, silos uchun alohida, chorva hayvonlari uchun agar xaridorlar yo menga doni ham kerak, silos ham kerak, tanasi don pishgandan keyin yashil holatda tursa, silos ham qilishim kerak, ham don ham silos deydigan bo'lsa, unga ham navlarimiz bor. Xaridorlarimizga kelishadigan bo'lsa, maqsadlarda muddaolarni kelib chiqib, biz navlarni tanlab o'zlariga tavsiya qilishimiz mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlarga har xil turda makka urug'lari kerak bo'ladigan bo'lsa, ham agronomiya maslahatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, G'ulomjon akamga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Alisher, undan tashqari, haligi falchi urug'lar ko'p-da, dehqonlarimiz ko'p qiynaladi. Mana bu Xitoy makkani ham har xili keladi. Xitoy makkani ham original, toza 958 nam kelgan. Bu nafaqat dehqonlarimiz uchun chakana narxlarda, xaridorlar bo'lsa, do'kon sotuvchilarni ko'rish mumkin. Bu Uzun Sarasi tumanidagi sizlarning obunachilaring, agar do'konlar bo'ladigan bo'lsa, ulgurji narxlardan qulayroq variantlarni qilib beramiz. Bunaqa variantlar ham bor. G'ulomjon aka, haligi zarpechalik beda shumasmish qilib. Alisher, bu yerda zarpechak bosadigan mahalliy beda urug'lar ham bor. Bu chetdan Turkiya davlatidan kelgan 3 xil bedamiz bor. Bolton, mana bu Mutlu tuxum kompaniyasining Bilersoy 3 xil urug'lar kelgan. Bu chetdan keladigan navlarda zarpechaklar terilgan. Bular o'simliklarni himoya qilish karantinidan ro'yxatdan o'tgan, tekshirilgan, ana shu kasalliklar va begona o'tlar, parazit o't zarpechaklar. Ulardan xoli bo'lgan holatda kirib keladi. Narxlarimiz qulayligi bor. Hozir ayni kunlarda mahalliy urug'lardan ichidan zarpechak chiqadigan urug'larni ham mana shu biz sotayotgan narxga yaqin narxda sotishyapti. Muxlislarimiz, obunachilarimiz ko'radigan bo'lsa, ana shu mahalliy bedalarga nisbatan bular unuvchanligi uchun obloshkasi bor, ana qobig'i bor-ku. Bu ham hasharotlardan himoya qiladi, ham unuvchanligini qo'llab-quvvatlaydi, ham ichida zarpechaklari yo'q, ham eng qulayi narx jihatidan o'sha mahalliy urug'larga yaqin narxda sotyapmiz, bemalol xarid qilishingiz mumkin. G'ulomjon aka, sizda bu beda urug', makka urug'dan boshqa narsalar ham bormi? Ha, albatta Alisher, bizda sabzavot urug'lari, pomidor, tarvuz, har xil urug'larimiz kelgan. Undan tashqari tarvuzlarda yangi Rejer Cities kompaniyasining sinovlari ham kelgan. Urug'da savdosi bilan birgalikda har yili kompaniyalarda yangi urug'lar keladi va biz buni bepul tarzda sinovdan o'tkazganini xaridorlarimizga beramiz. Va endi agar urug' uchun keladigan xaridorlarimiz bo'lsa, undan tashqari mana bu o'simliklarni stimulyatorlari, rivojlantiruvchi stimulyatorlarning savdosini tashkil qilganmiz. Beriket Agro kompaniyasini bir qator o'stiruvchi stimulyatorlar bor. Ildiz tizimidan boshlab hosilni kattartirib, hosilni qizartirgungacha bo'lgan jarayonni qamrab oladi. Undan tashqari himoya qilish vositalari kelgan. Xaridorlarimiz kelmasdan urug'lar oladigan bo'lsa, agronomiya maslahati bor. Maslahat bilan birgalikda himoya qilish vositalari, ekinlarni har xil kasalliklardan saqlash, shiralardan, qurtlardan, zamburug'lik, barglardan qo'ng'ir dog'lar tushadi-ku. Bulut degan kasallik deydi bizda, fitoftoz ilmiy nomi. Shunaqa kasalliklarni himoya qiladigan ham himoya qilish vositalarini ham hasharotlarga qarshi, ham zamburug'lik kasalliklariga qarshi himoya qiladigan vositalarimiz to'liq bor. Bu agro magazin do'konimiz manziliga keladigan bo'lsak, Surxondaryo viloyati Uzun tumani Yangi Kuch mahallasi, yana ham aniqroq manziliga keladigan bo'lsak, mana 4 etajlik afg'on domlarini ro'parasida. Biz sizlarni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.